Farg'ona viloyati aholisining oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan kartoshkaga bo'lgan talabini uzluksiz qondirish, bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlash maqsadida 2026-yil hosil uchun fermer xo'jaliklarida 15.3 ming gektar, shundan 5.7 ming gektar 2040 ta fermer xo'jaliklarda, qolgan 9.6 ming gektar aholi uchun ajratib berilgan dehqon xo'jaliklarda kartoshka ekish belgilab olingan. Bugungi kunda viloyat bo'yicha 12.072 gektar maydonlarda ekish ishlari amalga oshirilib, dastlabki hosillar yig'ib terib olish ishlari boshlandi. Albatta bunda urug'lik navlarini to'g'ri tanlay bilish imkoniyati muhim ahamiyat kasb etadi. Quvvat elita urug'chilik xo'jaligida boshqa ekinlar qatori kartoshkachilikda ham ilmiy innovatsiyalarga tayangan holda tajriba o'tkazish amalga oshirilmoqda. Hozirda xorijiy yangi nav ustida izlanishlar olib borayotgan mutaxassislar o'simlikni rivojlanish uchun ketadigan mineral va mahalliy o'g'itlar, kasalliklarga qarshi ishlatiladigan o'simliklar dorisini qo'llanilishi va uning natijalarini doimiy nazorat ostiga olganlar. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tufayli hozirda hosil rivoji ko'ngildagidek. Biz Quvvat tuman elita urug'chilik xo'jaligi bilan hamkorlikda 20 sotik maydonda kartoshka urug'ligi ekkanmiz. Bu yerda gala navi ekilgan. Har xil usullarda demo maydon qilib, bo'lib ekkanmiz. Birinchi amofos bilan biyachar aralashgan holatda ekkanmiz. Amofosni o'zi bilan, biyacharni o'zi bilan hamda an'anaviy holatda o'g'it solinmagan holatda ekkanmiz. Ular kuzatuvda bir-biridan farqlari, nimalari har kuni kuzatuv ostida olib borilyapti. Baribir o'g'it solingan amofos bilan biyachar qo'shib solinganda o'g'it solinmaganga nisbatan farq bor. Bular endi oxiri hosildorlik yig'ishtirganimizda aniq yakuniy xulosa bo'ladi. Hosildorlik 30% ga oshadi. Sababi barglari ham ancha bilan ko'rinib turibdi, farq qiladi, ranglari ham. Nima ko'chatlar to'q holatda o'sib boryapti. O'g'it, biyachar qo'shib solinganda. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida olib borilayotgan bu kabi ilmiy jihatdan yondashuvlar albatta o'zining ijobiy samarasini beradi. Dehqonchilik madaniyatini yanada yuksaltirishga munosib xizmat qiladi. Ushbu elita urug'chilik xo'jaligida bo'ron novli pomidori ham parvarish qilinmoqda. Bo'ron navli pomidorni ekkanmiz, oziq-ovqatga yordam bo'ladi deb pomidorimiz kuzgacha soladi. So'rtaylari qilib, osilib chiqarib qo'yganmiz. Hosildorligi rivojlanishi hozirgi kunda yaxshi. Hamma fermerlarga tavsiya qilamiz. Hali seminar qilib ko'rsatamiz ham bu joylarda mahna hosildorlik, oziq-ovqatlarni olish mumkinligi haqida hamma fermerlarga tatbiq qilamiz. Qishloq xo'jaligida hosil yetishtirishni ilmiy asosda tashkil etish, ilg'or intensiv agrotexnikalarni amaliyotda qo'llash va yaratilgan ishlamalarni fermer xo'jaligi dalalarida joriy qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu tashabbuslar ko'lami ortib borayotganligini ta'kidlash o'rinlidir.